Bu hayot nimadir orom bo'lmasa, boshingdan ishlarda marom bo'lmasa, orom u maromdan gapirmoqni qo'y, eng yomon narsa bu salom bo'lmasa. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muazzam yurtimizda munavvar tongni biz bilan birga qarshi olgan umr azizlar, bormisiz, omonmisiz? Yana bir munavvar tong barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Albatta, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qalbi qaynoq, mehrga jo'shqin bo'lgan bizning mehribon tomoshabinlarimiz. Bilasizmi, bugun tongda ustozimning bir so'zlari esimga tushdi. Gul asal. Kechagi kun qanday bo'lganidan qat'iy nazar, u tarixga aylanib bo'ldi. Ortga yo'l yo'q. Bugun esa tong sen uchun otadi. Quyosh esa sen uchun charaqlab chiqadi. Aynan bugungi tong, bugungi charaqlab chiqqan quyosh sening bugungi kuningni fayzli bo'lishiga harakat qilganda, sen harakat qilmasang uyatmasmi degan edilar. Bu faqatgina insonga motivatsiya beradi. Azizlar, bugungi tong siz uchun otdi. Bugungi quyosh ham siz uchun charaqlab chiqmoqda. Azizlar, bugungi kundagi rejalaringiz ilohim fayzli va xayrli bo'lsin. Siz ham maqsad sari olg'a. Faqatgina Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilgandan keyin olg'a azizlar, biz esa sizlar uchun jonli efirda Assalom O'zbekiston dasturini boshlaymiz. Hozir esa nima qilamiz? Albatta, qo'shiq eshitamiz. Qo'shiq eshitamiz va chiroyli klip taqdimotini birgalikda o'tkazamiz. Ana undan keyin suhbatdoshlarimizni, mehmonlarimizni studiyaga taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Ko'zlaring go'yo jayrondur, qoshlaring misli kamondur, lablaring g'uncha hamdondur, ishqingda dilim vayrondur, yetolmayin aqlim hayrondur, visoling endi armondur. Jonim yorim, jonim yorim, ko'zlari xumorim, jonim yorim, jonim yorim, qiynama sen jonim, jonim yorim, jonim yorim, sen jonu jahonim, jonim yorim, jonim yorim, sendadir hayolim. Eyvah, eyvah. Sog'inchdan yuragim beqaror, uyqusiz tunlarim bedor, ko'zlarim senga zor intizor, qiynamay kelgin sen bir bor, yetolmayin aqlim hayrondur, visoling endi armondur. Jonim yorim, jonim yorim, ko'zlari xumorim, jonim yorim, jonim yorim, qiynama sen jonim, jonim yorim, jonim yorim, sen jonu jahonim, jonim yorim, jonim yorim, sendadir hayolim. Davlat mukofoti sovrindori, elimiz ardog'idagi san'atkor, aynan yuqorida ta'kidlab o'tdim, dastur boshida aynan 10-15 yil oldin biz ham
institut davrlarida, kollej davrlarida mazza qilib qo'shiqlarni eshitib, quloqchinlarda player bo'lardi u davrda. Firdavs N nomi bilan Firdavs Fazliddinov bugun studiyamizda mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rganimdan xursandman. Muxlislaringiz bilan salomlashing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchamizni kuzatib turgan aziz muxlislarimiz. Kostyumlarni rangi bir xil ekan, o'sha gaplashdinglarmi deb hamma so'radi-da. Sezib kiyib kelmizda, albatta. Sezib kiyib kelmiz, mana qaranglar. Ko'rdingizmi? Aka-uka deb turibmiz. Bu aka-uka deymiz qalban. Demak, azizlar, dasturni go'zal bir tarona bilan davom ettiramiz. Ana undan keyin esa suhbatlar. Bugun akamni kutilmagan savollar bilan nima deydi, u yoqdan bu yoqqa bir aylantiraman. Marhamat. Bo'ladimi? Tayyorsiz savol javoblarga ham. Marhamat. Marhamat. Sog'ish to'la qalbim nega seni so'rar hech kim bilmas dardim yona yuzim kular ozorlaringga ham yolg'onlaringga ham men ko'ndim ishongandim sensiz bo'lib bedor dardi og'ir bemor yurak ovora sarson sargardon so'zlarda yolg'onlar qalblarda gumonlar meni tinmay azoblar bu sog'inchli tunlar bedor tunlar bezor bo'ldim kunlar xayollarim yana seni o'ylab kelmasang ham nega kutaman borim derding yolg'iz o'zing mehribonim derding bugun kutilmagan zarba berding dardlarimni ichga yutaman bedor tunlar bezor bo'ldim kunlar xayollarim yana seni o'ylab kelmasang ham nega kutaman borim derding yolg'iz o'zing mehribonim derding bugun kutilmagan zarba berding dardlarimni ichga yutaman xabar olmading o'tdi necha tunlar sog'inganlarimni ham bilmading qalbingda nelar bor ko'ngling nelarga zor bilolmadim sensiz bo'lib bedor dardi og'ir bemor yurak ovora sarson sargardon so'zlarda yolg'onlar qalblarda gumonlar meni tinmay azoblar bu sog'inchli tunlar bedor tunlar bezor bo'ldim kunlar xayollarim yana seni o'ylab kelmasang ham nega kutaman borim derding yolg'iz o'zing mehribonim derding bugun kutilmagan zarba berding dardlarimni ichga yutaman bedor tunlar bezor bo'ldim kunlar xayollarim yana seni o'ylab kelmasang ham nega kutaman borim derding yolg'iz o'zing mehribonim derding bugun kutilmagan zarba berding dardlarimni ichga yutaman bezor. Ay, mazza qildik. Qoyil. Rahmat. Bu yoqqa o'tiramiz. O'tirib oling. Xush kelibsiz yana bir bora. Rahmat. Xushvaqt bo'linglar deydi. Xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar, to'linglar, to'kilmanglar, qatorlaringizdan kam qilmasin deydi-ku. Mirzabek Xolmiyadir. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Xushvaqtlar. Xush Kayfiyatlar bo'ldinglar. qanday? Bahoriy. Kayfiyat yaxshi, juda ham.
bahoriy kayfiyat deydi. Aha. O'sha bahor faslini juda ham yaxshi ko'raman. Har doim kutaman bahor faslini. Shuning uchun kayfiyatlar zo'r. Bilinib, ko'rinib, sezilib turibdi. Na, Negaki qo'shiqni mazza qilib kuyladingiz. Ha. Biz ham mazza qilib raqsga tushdik. Ertalabdan kayfiyatni ko'tarib qoldik. Sizga qarab turib, Oybekka aytyapman, qarang, qo'shiq kuylash qanday rohat deyapman. Ha. Buni faqat qo'shiqcha tushunadi-da. Albatta. Endi teatr sahnasida baribir Yaxshi, ariyalar, albatta. romanslar aytiladi, kuylanadi. Siz bilan birga qo'shilib chiqib ketaydilar. Ba'zi opa to'xtang deb. Ha, sezdim. Bir spektaklingiz bo'lsa kerak deb. Xo'p, endi mana yaxshi. bahorga yangilik klip premyerasini dastur boshida sizning yangi klipingizni taqdim etdik. Yana qanday rejalar, qanday qo'shiqlar qilinyapti, nimalar kutamiz? Rejalar ko'p. O'sha qo'shiqlar ustida ishlayapti. Hozir 3 ta 4 ta qo'shiq aranjyorchiklarimizga berib qo'yganmiz, kompozitorlarimizga. Ular qo'shiqlarni tayyorlashyapti. Endi san'atkorlar shu yangi izlanish qo'shiq, shu yangi klip ustida hozir mana shu Bedor Turlar qo'shig'imizga ham hozir klip ssenariysi olinyapti. Sujetni olinadi. Aktyorlar. Ha, o'shanga mo'ljal qildingiz, qarashlardan. Bo'l qarab ham bunaqalarni. Lekin bizga yoqdi. Rahmat. Juda ham chiroyli. Biz ham sizga manzur bo'lsak kerak. Albatta. Klipda aktyor Agar aktrisalar. azizlar boshqa odamlar agar klipda chiqib qolguday bo'lsa, demak Bo'l, suhbat ta'sir qilmabdi. Bo'l. Xo'p, yo endi biz nima deydi, halol to'g'ri ijodkorlarimiz kasting qilasiz, kastingdan o'tsak o'ynaymiz. Albatta. Bizdan zo'r bo'lsa o'ynaysiz. Rahmat. Men xursand bo'laman. Xo'p, ana endi bevosita muxlislarimiz mana assalomu alaykum hurmatli Assalom O'zbekiston ko'rsatuvi ijodkorlari barchani kuzatib boryapmiz. Ko'rsatuv zo'r bo'lmoqda. Biz bugun Navoiy pedagogik texnikumini ishchi xodimi Mansur Xushvaqtimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. U kishiga uzoq umr, sihat, salomatlik, nabiralari baxti kamolini ko'rib yursin. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hurmat bilan Qahramon Abdullayev, to'ychi Mirzayevlar nomidan Firdavs N. Yoshligimda eshitardim, qo'shiqlari juda zo'r. Ukam yoshlikni eslatdingiz debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Men Tojikistonning Isfara shahridan, Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi buvimga salom yo'llayman. Firdavs aka, onalar haqida qo'shiq bo'lsa aytib bering debdilar yurtdoshimiz. Albatta bugun repertuardan yoz, bahorga, nima deydi, ko'tarinki, jo'shqin kayfiyatga xos va mos bo'lgan taronalar o'rin olgan. Assalomu alaykum. Bugun qadrli do'stimiz, birga ishlaydigan hamkasbimiz, demak Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti doston ijrochiligi kafedrasi kabinet mudiri Hasanjon Haydarovning tavallud kuni. Alloh umringizni ziyoda qilsin, baraka bersin. Jamoamiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz deya kafedra mudiri Zafar aka Hayitov hamda Ma'rufjon Qodirov katta o'qituvchilar tabriklashmoqda. Biz ham tabriklaymiz. Hasanjon, umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Firdavs aka aynan bizning muxlislarimiz dasturini jonli efirda kuzatib borish barobarida o'z tabriklarini, yaxshi niyatlarini yo'llashadi va o'zlari xohlagan, o'zlari sevgan taronalarni bizga buyurtma qilishadi. Agar imkoni bo'lsa biz ularga albatta bu qo'shiqlarni yetkazamiz va bugun o'ylaymizki sizdan juda ham ko'proq qo'shiq so'raymiz. Yaxshi bo'ladi, maksimal tarzda qo'shiq ijrosi bo'lsa, yana biz ko'rsatuvimiz fayzli bo'lardi. Albatta. Qo'shiq ijro etamiz? Albatta. Mana tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz uchun sovg'a tariqasida. Bo'ldi, marhamat. Xo'p, bu taronamiz Ishq degan qo'shig'imiz. Divona ayladi ishq, mastona ayladi ishq, dunyoga teng dardimni ko'ksimga joyladi ishq. Aytilmagan gaplarim, yozilmagan xatlarim, qo'shiq bo'ldi dardlarim, men bilan kuyladi. Osmon qildi dardimni, qayga otdi qadrimni, kuz bargidek qalbimni, shamolda o'ynadi ishq. Hey, devona ayladi ishq, mastona ayladi ishq, dunyoga teng dardimni
ko'zdagi yoshimga to'ymadi ish. Devona ayladi ish, mastona ayladi ish. Dunyoga teng dardimni ko'ksimga joyladi bu ishq. Hey, devona ayladi ish, mastona ayladi ish. Dunyoga teng dardlarimni ko'ksimga joyladi bu ish. Devona ayladi ishq, mastona ayladi ishq. Qarang, Dunyoga teng dardlarimni ko'ksimga joyladi ishq. ishq Bu ishq. ishq hamroh bo'lsin. Nima deydi, ishqim deyar necha tonglar oxir bo'ldi kecha, qonimizni to'ymay ichar bu yolg'onchi davronimiz. Ko'ribman bu olam jilvagar ko'rkam, topganim rost bo'lsin ko'ngling maylini, ishqingni may qilib simirsam erkam, mastida umrbod qolsam maylimi deydi. Mayli. Mayli. Qoyil. Ya ishq kelib qoldi endi qarang. Hani ishqqa birpasda she'r ham kelib Ishqqa qoldi. moslashib tashladik xullas. Qoyil. Marhamat. Xo'p, azizlar, dasturimiz jonli efirda davom etadi. Soat millari esa 7 dan 37 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda va o'ylaymanki, bizni endigina tomosha qilishga kirishgan yurtdoshlarimizga tong xayrli bo'lsin, kuningiz mazmunli o'tsin. Studiyamiz mehmoni, Nihol mukofoti sovrindori, xalqimiz, elimiz ardog'idagi san'atkor, ayniqsa yoshlar orasida juda ham mashhur va trend qo'shiqlarini ijro etib kelayotgan Firdavs Fazliddinov. Biz qatorlar 30 yoshdan yuqorilar esa Firdavs N deb yaxshi tanishadi. Aynan shu savolga javob qidirish Yo'q, bo'lganmanda, Nega nega sabab? aynan N? Firdavs N. gapirib chayqalishib ketgan deydi. Yo'q, aynan men eshitmagan ekanman-da. Bu Eshitmaganman. meni aybim. Shaxsan men ham eshitmaganman. Bu bu nomi 95-yil biza tur firmamiz bor hali ham. Onamlar rahmatli bu tur firmani ochganlar. Va bizani ijodimizda juda ham katta o'zlarini nima deydi, mehnatlarini ayamaganlar, har doim yordam berib kelganlar va shu firmamizga guruh bilan nomini olganmiz. Bu yerda Firdavs Nodira. Nodira bu singlim ismlar. Men o'g'il va qizda ikkita, oilada ikkita singlim men. O'shanga Nodira ismi singlim va shu enini shu Nodirasini olganlar o'sha boshida o'sha firmaga. Firdavs eng firmasi edi. Keyin biz guruhni bolalar bilan nima guruh qilamiz, nomini nima qilamiz deb o'sha bunaqa firma nomi shuni olgan. Firdavs eng shu bilan bo'lib ketgandi. Shu Firdavs Nodira singlim ismi. Nega keyin guruh tarqaldimi? U Nega endan kechildi? 2002-yil tarqalgani yo'q, endi 2002-yil o'sha o'zim yakkaxon ijod etishni boshladim. Endi ular guruh hali ham bor edi, qizlar, raqqosalar bo'lganmanda. Shu keyin yog'iga o'zi Firdavs bo'lib etura qoldi. Shunaqa qilgan. Bunaqa bir tarqalib bir guruh unaqa narsa bo'lmagan. Chunki guruhni ham o'zim ochganman va o'zim yonimda muzikant bolalar, raqqosalar, qizlar bo'lardi. O'shaning uchun просто endi o'sha katta bo'lganim sari endi o'sha bo'lmay qola qolsin, Firdavs bo'la qolsin deb shunaqa bo'lib ketdi. Lekin shu haligacha bir xil Firdavs enam deyishadi, Firdavs deyishadi, o'shanga o'rganib qolganmiz deydi. Tushunarli. Nodira singlim ismi-da. Bilishimizdan mana hozir sayyohlik firmasi, tur firma deyapsiz. U yerda ham demak siz qanchadir ma'lum muddat band bo'lasiz, ularni ishini siz yurg'izasiz, to'g'rimi? Singlim yurg'izadi. Ha, endi o'sha onamlardan qolgan singlim yurg'izadi. Ko'proq singlim shug'ullanadi shu narsalar. Tushunarli. Men demoqchi bo'lganimki, siz san'at sohasidan boshqa tadbirkorlik ishi bilan ham hozir endi ko'pchilik san'atkorlarimiz va san'at vakillari san'at bu hobbi sifatida qolyapti-da, asosiy ishlari demak tijorat yoki misol uchun Ravshan Komilovda asosiy ishlari bu tish doktori, stomatolog. Yana men biladigan bir ikkita san'atkorlarimiz asosiy kasblari boshqa. Endi men O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ashula varaq ansamblida xizmat qilaman. Ana shuni so'ramoqchi edim. 16-17 yildan beri O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist Uchqun aka Tillayev bilan birgalikda 16 yil, 17 yildan beri shu xizmat qilib kelaman.
ishxonam mani juda ham nima deydi? O'tkir Muhammadxo'jayev ham o'tgan gal kelgandilar, aytgandilar. Hammaligi. O'shanga ishxonam o'sha yerda. Xo'p, nega Surxondaryodan boshlanadi gastrol safarliklar? Qachon siz ham bormisiz dasturga? Albatta biz har yil mana 15 yildan beri har yil bizning gastrollarimiz bo'ladi. Qoraqalpog'istondan boshlanadi, o'sha Xorazm, Buxoro, Navoiy. Har birimizni yo'nalishimiz bor. Qaysi guruh Xorazmga boradi, chunki bizning san'atkorlarimiz bo'lib beriladi. Xorazm, o'sha Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoro, Navoiy yo'nalishi bo'yicha bu san'atkorlarimiz boshqa bo'ladi. Bu yoq Surxondaryo, Qashqadaryo yo'nalishi bo'yicha boshqa san'atkorlar borishadi. O'sha har birimizni o'zi boradigan kunimiz, vaqtimiz bo'ladi. Shunaqa qilib, shu hamma viloyatimizni borib tadbirlarimizni o'tkazib kelamiz. Tushunarli. Xo'p, demak azizlar, aynan mana shu savol-javoblarimiz orasida mana yuqorida bizdan ona haqida qo'shiq so'ragan yurtdoshimiz va Firdavs akam o'zlari boya suhbat jarayonida eshitib bor onalarni xursand qilamiz degan so'zni aytdilar. Biz ham ko'nglimiz ko'tarildi. Aynan bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz orasida onajonlarimiz ham bor. Aynan mana shu onajonlarimiz uchun go'zal shu ona qo'shig'ingizni ijro qilib bering. Yana suhbatni davom ettiramiz. Bu qo'shiq hozir ijro etadigan qo'shig'imiz 2002-yil ijro etganman. Bu qo'shig'imiz juda ham ko'plarga manzur bo'lgan edi. Yaqindagina uni boshqatdan o'sha chiroyli sayqalli qo'shib ijro etdim. Shu qo'shiqni sizlarga havola qilmoqchiman. Tushunarli. Marhamat, sahnaga taklif etamiz. Sahnaga chiqqunga qadar esa menda bir kichkina tabrik bor. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari. Ko'rsatuv juda ham zo'r bo'lyapti. Aynan ertaga opajonim Surayyo Samadovani tug'ilgan kunlari sizni efiringizdan tabriklashni niyat qilgandim. Gulasal opa, tabriklab qo'ysangiz, ismlari Surayyo, yuzlarga kirsinlar deya ukalari Umidjon, akalari Xushnudjon tabriklashmoqda Samarqand viloyatidan. Surayyo opani tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Ilohim, Allohim ayollik baxtini butun qilib bersin. Yaqinlari baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Tabriklayman. Rahmat, salomat bo'ling. Ana endi sovg'asiga qo'shiq tinglaymiz. Marhamat. Nurli osmonim, meni jonu jahonim, onajonsiz dunyoda eng beg'ubor insonimsiz. Azizim, mehribonim, jannatim, gulistonim, onajonsiz qalbimda yashnab turgan bo'stonimsiz. Onajon, aziz onajon, borim davlatim onajon, yuragimda siz har qachon. Onajon, aziz onajon, sizga hurmatim bir umon, baxtimga bo'ling siz omon. Kechalar uyqu bilmasdan bedor, sho'xlik qilsam qanchalar dilim og'ritmay zinhor. Shirin so'z bilan menga ko'rsatgaysiz to'g'ri yo'l, baxt va
mehribonim, borimsiz, davlatimsiz, onajonim, mehribon. Onajon, aziz onajon, borim davlatim, onajon, baxtimga bo'ling siz omon. Onajonlarim sog' bo'lsin hamisha. Onajonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Dunyodagi eng go'zal so'z, dunyodagi eng chiroyli qo'shiq bu ona haqida aytilgan she'r va qo'shiq bo'lsa kerak. Albatta. To'g'rimi? Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari deya Nurmuhammad Turdialiyev SMS yozmoqdalar. Firdavs aka, gap bo'lishi mumkin emas. Onajonlar haqidagi qo'shig'ingiz yig'latdi. Aka debdilar. Toshkent shahridan bo'lsalar kerak. Akasidan sezdim. Hop. Yana bir qator SMSlar qo'shiq uchun rahmat, juda ham zo'r bo'lyapti. Gulshoda Ilhomovna bizga hamkasbimiz Samarqanddan turib ko'rsatuv zo'r bo'lyapti Oybek, Gulasol opa yondiryapsizlar dedilar. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ana endi shuncha maqtovlardan keyin, shuncha SMSlardan keyin tug'ilgan kun sohiblari uchun va barcha azizlarimiz uchun ko'rsatuvimiz ham mana oxirlab qolyapti. Final qo'shig'i yangrash kerak. Mana shu final taronasidan so'ng esa sizlar bilan xayrlashish fursati yetadi. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar. Va go'zal tarona, final tarona yangraydi. Marhamat. Ko'zlaring go'yo jayrondur, qoshlaring misli kamondur, lablaring g'uncha xandondur, ishqingda dilim vayrondur, yetolmayin aqlim hayrondur, visoling endi armondur. Jonim yorim, jonim yorim, ko'zlari xumorim, jonim yorim, jonim yorim, qiynama sen jonim, jonim yorim, jonim yorim, sen jonu jahonim, jonim yorim, jonim yorim, sendadir hayolim. Eyvah, eyvah. Sog'inchdan yuragim beqaror, uyqusiz tunlarim bedor, ko'zlarim senga zor intizor, qiynamay kelgin sen bir bor, yetolmayin aqlim hayrondur, visoling endi armondur. Jonim yorim, jonim yorim, ko'zlari xumorim, jonim yorim, jonim yorim, qiynama sen jonim, jonim yorim, jonim yorim, sen jonu jahonim, jonim yorim, jonim yorim, sendadir hayolim. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Firdavs aka. Ana endi dastur so'ngida muxlislaringizga tilaklaringiz. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda mazza qilib ijro etdim. Rahmat. Ko'rgandan juda ham xursandman. Taklif uchun kattakon rahmat.
va barcha muxlislarimizga bizani tomosha qilib turganlarga hammanglarga baxt tilayman, omad tilayman. Yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Gulasoxon, marhamat. Bilasizmi, mana hozirgi kayfiyat yo sizning kayfiyatingiz bizga ta'sir qildi, yo bizning kayfiyat sizga ta'sir qildi. Men nima demoqchiman, bugungi mana shunaqangi Rejissyorning kayfiyati hammaga ta'sir qiladi. albatta, albatta. Bugungi ajoyib kayfiyat ilohim yurtdoshlarimizni bir umr tark etmasin. Hamisha mana shunaqangi ko'tarinki kayfiyatda 100 yoshlarga kirib yurishingizni tilab qolamiz. Sog' bo'ling azizlar, o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Shoirning shunday misralari borki, yashasang dunyoni to'ldirib yasha, g'am u anduhlarin o'ldirib yasha. Inson bu dunyoga kelar bir marta, insonlik nomingni bildirib yasha. Azizlar, yaxshi insonlar hamrohingiz bo'lsin. O'zbekiston telekanalida albatta keyingi dasturlarda ko'rishguncha buguncha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Omon bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xudo sizga rahmat.